O'zbekiston davlat madaniyat muzeyining shakllanish tarixi 1874-yillarga borib tarqaladi. Samarqand shahri 1818-yilda Rossiya imperiyasi tomonidan zabt etilgandan keyin Samarqand general gubernatorligining kansleriyasida shakllantirilgan. Keyinchalik 1896-yilning 21-iyul kuni muzey sifatida rasman ochilgan. 20-asrning 70-yillaridan boshlab Registon ko'chasi birinchi uyda joylashgan binoda o'z faoliyatini davom ettiradi. 2009-yilda muzey Samarqand shahridagi Mirzo Ulug'bek ko'chasi 148-uy manzilida joylashgan moslashtirilgan binoga ko'chiriladi. 2013-yildan boshlab ushbu bino muzey ekspozitsiyalari namoyish etilib kelinmoqda. Ekspozitsiyamiz esa O'zbekiston dunyo madaniyatlari chorrahasida deb nomlangan ekspozitsiya hisoblanib, mazkur ekspozitsiya O'zbekiston hududida yashovchi xalqlarning madaniyati, san'ati, hunarmandchiligi, rivojlanish tarixi, uning insoniyat tarixidagi tutgan o'rni haqida ma'lumot beruvchi ashyolardan iborat. O'zbekiston hududida eng qadimgi odamlar ilk paleolit davrida taxminan miloddan avvalgi 700-500 ming yillar oldin yashashgan. Paleolit davrining asosiy manzilgohlari Farg'ona vodiysining Selang'ur, Toshkent vohasining Qo'lbuloq, Xo'jakan va boshqa ko'plab manzillarni o'z ichiga oladi. Ekspozitsiyaning ibtidoiy jamoa davri insonlar tomonidan toshdan yasalgan qurollar, pichoqlar, ov jarayonida qo'llaniladigan tig'li qurollardan namunalar hamda Surxondaryoning Teshiktosh g'oridan topilgan neandertal bola byusti qoyalarga o'yib chizilgan. Vitrinada 5-6 asrlarga oid zardushtiylik dini dafn marosimlariga oid bo'lgan turli ko'rinishda yasalgan ostonotlar, ya'ni Osuriya namunalari namoyish etilgan. Tangalar esa 19-asrlarga oid bo'lib, Buxoro amirligida zabt etilgan. Ushbu xarita esa 3ta xonlikning chegaralari va hududlarini ko'rsatuvchi siyosiy xarita hisoblanadi. Bunisi esa 19-asrga xos bo'lgan ot yoping'ich, jul, kumush, oltin iplardan zardust uslubida tikilgan. Bunday anjomlar tantanavor yurishlarda ot ustiga yopilgan. Qurol aslahalar. Keyingi vitrinada ko'rishimiz mumkinki, qurol aslahalar amir askarlarining qurol aslahalari sovut, ot anjomlaridan iborat bo'lib, ular temir, po'lat va yog'ochdan yasalgan. Qurol aslahalariga yozilgan oyatlar askarlarni balo-qazolardan asraydi deb o'ylashgan. Savda ko'rishimiz mumkinki, Penkov va uning ijodiy maktabi ekspozitsiyasi nomlangan Samarqand muzey qo'riqxonasi tasviriy san'at fondi ashyolari asosida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Pavel Petrovich Penkovning tavalludining 145-yiliga bag'ishlangan Penkov va uning ijodiy maktabi deb nomlangan ekspozitsiya tashkil qilingan. Ushbu ekspozitsiyada ko'plab rassomlarning ijodiy rang tasvir asarlari namoyish etilgan. Pavel Penkovning Samarqand muzeyi tasvir san'at fondida 23 ta rang tasvir asarlari hamda 2 ta albom alohida qog'ozlarga ishlangan jami 49 ta xomaki chizmalar saqlanadi. Keyingi ekspozitsiya zalida Buxoro xalqiga xos bo'lgan liboslar namunalari namoyish etilgan. Ushbu liboslar 19-asr oxiri 20-asr boshlariga tegishli bo'lib, zardo'sh uslubidagi kashtalar bilan bezatilgan. Ekspozitsiyada Buxoro zadogan ayollar va erkaklar uchun tayyorlangan kurtka, cho'pon, ko'ylak, mahsi va kavush va do'ppi namunalari namoyish etilgan.